Birinchi Renessans bu dunyo tamadduniga poydevor bo'lgan davr. Aql va qalb uyg'unligida yangragan ma'naviy uyg'onish faslidir. Bu davrda ilm hikmat bilan, musiqa esa tafakkur bilan qanot yozgan. Abu Nasr Farobiy islom tamaddunining ma'naviy ustuni, musiqa va falsafani uyg'unlashtirgan kamolot sohibidir. U yaratgan ud asbobining mo'jaz mulyaji professor Baxtiyor Karimov rahbarligida qayta tiklandi va ekspozitsiya markaziy nuqtalaridagi ko'rgazmalardan o'rin olishi belgilandi. Shu bilan birga Farobiy, Beruniy va Ibn Sinoga oid nodir qo'lyozmalar faksimilelari tayyorlandi. Ekspozitsiya uchun videorolik ssenariysi ishlab chiqildi. Ushbu vizual va ilmiy yondashuvlar buyuk allomalarimizning merosini nafaqat ko'rish, balki his etish imkonini ham yaratadi. Asosiy maqsad tashrif buyuruvchilarda buyuk allomalarimizning jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan ulkan hissasi haqida aniq, jonli tasavvur uyg'otish, deydi professor Karimov. Islom sivilizatsiyasi markazi butun dunyoga bizani shu mutafakkirlarni merosini yetkazish kerak. Shu jarayonda ko'p olimlar qatnashyapti, jumladan meni ham jalb qilishgan bu masalaga. Menga topshirilgan loyiha bittasi Farobiy merosi haqida, bittasi Beruniy va Ibn Sino yozishmalari haqida loyihalar. Shu loyihalar yuzasidan demak qanday eksponatlar ko'rsatishimiz mumkinligi ustida ishlayapmiz. Mana konsepsiyasini yozdik. Har ikki loyiha bo'yicha Farobiy bobomiz yaratgan bir ud asbobini, mulyajini tayyorladik. Bir qator asarlarni, qo'lyozmalarni, faksimilelarini tayyorladik. Bir qismi o'zini Abraham Beruniy nomidagi sharqshunoslik instituti bor qo'lyozmalardan foydalandik. Ularni faksimilelari tayyorlanyapti. Bir qismi ehtimol qo'lyozmani o'zini originali qo'yilishi ham mumkin deb hozir shu masala qarab chiqilyapti. Buyuklikni his etish uchun ba'zan birgina asbobning sadosi, birgina qo'lyozmaning qayta jonlanishi yetarli. Ularni barchamiz uchun bardavom ma'rifatga aylantirish bugungi avlod zimmasidagi mas'uliyatdir.